Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana shu o'chog'imizni bugun bitirdik. Angola Black toshidan bo'ldi. Bu yo'q, Angola Black kafilidan bo'ldi. Kafili ham o'zgacha chiqdi. Toshini ko'ryapsizlar. Faskelariga e'tibor berib qo'yasizlar. Yalqillab qora bo'lib o'zidek chiqdi. Mashlariga ham stikka o'rniga faska qilib berganmiz, chaqlab. Ko'rishingiz tepalariga ham granit shapka qo'yib chaqlab berdik. Bu yoqda rakinani o'rni bu yoq tepagacha bo'ldi, oxirigacha. Inam qozoniga ahamiyat berib qo'yasizlar. Cho'kki teshildi mana. Bitta ham zazor yo'q, ochilib qolgan joylari yo'q. Mana shu gaz plitasi, buni ham qo'yib berdik. Bu joy juda ham ideal chiqdi. O'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar. Shu burchiklari bilan o'ngdan zakonli bo'ldi, xudo xohlasa. Azizlar kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqib qo'yasiz. Mana shu ichkarilarini ham ko'rasizlar. Polni granitdan olib berganmiz. Yaxshi kunlarda xizmatinglarda bo'ling. Bitta baho berib, like bosishni ishdan chiqmasa, xursand bo'lamiz.